Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 18-mart chorshanba 2026-yil. Ayol qizlarni kiyimlarida materiali HBdan pachkaga nech pul deyapsiz buni? 65 ming. Pachkaga 65 ming so'm, donagachi? Donaga 70 ming. Donaga 70 ming so'mdan tepa pastlikda. Razmeri nechtalik? 4 talik. Razmerlar 4 talik ekan. Nechidan nechigacha? 46 dan 52. 46 dan 52 gacha razmer. Mana bularingiz nech pul? Bular 45 ming. Bular uzun ko'ylakni o'zi ekan, ha? Ko'ylak 45 ming. 45 ming so'mdan ekan, yakka ko'ylak ekan mana. Razmeri 58 58-60. Materiali nima? Kupra. Bunisi shuni rasvetkasimi? rasvetka. Mana rasvetkalari. Shu arzonini-da. Shu uzun ko'ylakda. Arzon so'raganlarga mana. Bunisi-chi? Bunisi 35 ming. Bunisi 35 ming so'm mana. Bunisi 35 ming. Mana shunaqangi bir narsalar. Mana pachkadagi holati. Zakazga ham chiqarib berishaverar ekan. Qancha o'tkazildi bayramga? Yaxshi, telefon nomeringizni ayting-da endi. 91lik 91lik 687 687 19 12 ga telefon qilaverasizlar. rasvetkalar bor. Buni ham boshqacha rasvetkalari bor ekan. 7 xil rasvetka bor deyishyapti. Xo'p, bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bozor ertalab 5 ta boshlanib, kunduzi 11 gacha bo'ladi. Bozorga vaqtliroq kelinglar. Kimda qanaqa fikri bo'lsa kommentariyaga yozib tashlasin, gumillatib.